Tashlab ketmang. Tashlab ketmang. Bolalaringizdan xavotir olmang. O'zim ko'z quloq bo'lib turaman. Oyijon, bizni tashlab ketmang. Oyijon! Hay, to'xtanglar. Oyijon! Oyi, bizni tashlab ketmang. Oyijon! Oyijon! Qo'yib oling, oyijon! To'xtanglar dedim sizlarga. Bo'ldi qiyin. Bo'ldi. Oyijon! Bo'ldi. Oyi, tashlab ketmang. Oyi! Bolalarim bo'ldi. Axir men borman-ku. Oyijon! Sizlarni hech qachon tashlab qo'ymayman. Bo'ldi jonim, bo'ldi. Qani. Opa, oyimni sog'indim. Menam. Oyim bizni nimaga tashlab ketdilar? Biz yomon boramizmi? Yo'q, ukajon. Oyimni mashina urib ketdi. Nega uradi? Haydovchi qizil chiroqda yurib ketibdi. Qaniydi hamma yo'l harakat qoidasiga rioya qilsa edi. Biz kabi bolalar yetim qolmasdi. To'g'ri, mehrga zor bo'lmasdik. Onasiz qolmasdik. Endi bizga kim mehr ko'rsatadi? Men mehr ko'rsataman, bolalar. Axir men borman-ku, o'zim sizlarga qarayman. Axir siz xolamisiz-ku? Voy. Xola, ona o'rnida ona bo'ladi, bolam. Xola, oyimsiz qanday yashaymiz? Banu qizim, mana meni uyimda yashayverasizlar. Ko'z oldimda ulg'ayasizlar. Oyim menga uxlashimdan oldin alla etib berardi. Shunaqa degin. Bo'lmasa sen yotib uxla, bolam. Allani men aytib beraman senga. Qani? Xo'p, yotoqqa. Ki. O'zim o'rgilaysizlardan. Alla aytay, jonim bolam, quloq solgin. Alla shirin allam tinglab asta orom olgin. Alla yo Banu, ukang uxlab qoldi qizim. Yur, sen opangni xonasidan birga uxlaysizlar Shahzoda opang bilan. Xo'p. Banu, Akrom, Labbi xola. chiqa qolinglar bolalarim. Qani? hozir. Kelinglar, ovqat tayyor. Hozir. Voy, o'zim o'rgilaysizlardan. Assalomu alaykum xola. Assalom. Assalomu alaykum xola. Chiqa qolinglar. Kelinglar. Chiq.
Yaxshimisizlar? Qorninglar ochib qolmadimi? Voy xola, issiq non yopdingizmi? Ha, issiq non yopdim. Men issiq nonni yaxshi ko'raman. Voy o'zim o'rgilay. O'shanchilam sizlarga issiqqina non yopdim, bolam. O'zim sizlarga ko'z quloq bo'laman, o'zim sizlarga qarayman. Rahmat Qani xola. olinglar. Rahmat xola. Zo'r chiqibdi. O'zim o'rgilay. Hay, Shahnoza. Chiqa qol qizim, ovqating sovib qoladi. Ha, oyi. Ke, ovqatlanib ol. Ke qizim. Qani Bonu, ol. Chiqa qol. Olinglar. Hammaga yoqimli ishtaha. Rahmat. Oy. Mazali bo'ptimi? Rahmat Zo'r xola. bo'pti. Rahmat. Osh bo'lsin. Olinglar. Hoppa. Ana. Hoppa. Yig'ishtere. Assalomu alaykum pochcha. Alaykum. Kepsanlarda baribir, ha? Ne ko'cha turganda uyda koptok o'ynayapsanlar? Devorni rasvosi chiqarasanlar u. Ko'chada o'ynasang o'lasanmi? Oy, assalomu alaykum dadasi. Yaxshi keldingizmi? Uy joylarimiz chiroyli bo'lsin deb, chet elma-chet el yursamu. Sen ko'chada qolgan jiyanlaringni olib kelib, shuncha mehnatni yer bilan yakson qilyapsanmi? Ha? Ha, dadasi. Endi bular bolada. Men senga aytgandim-a? Mana shu yetimchalarni olib kelmagan deb aytdim-a senga telefonda. Nimaga olib kelding? Aytgandingiz. Endi bular bola-ku, qayerga borishadi, kim qaraydi? Ana, mehribonlik uyga borsin. Voy dadasi, ham qishloqlar ustimizdan kuladi-ku. Jigarimni farzandlarini qarovsiz qoldiramanmi? Menga qara, unda mana shu yetimchalarga qo'shilib, o'zing ham uyimdan yo'qol. Bo'shatib qo'y uyni. Tushundingmi? Xola, yig'lamang. Opam bilan ikkovimiz unda uydan ketaylik. Voy bolam, qayerga borasizlar? O'zimizning uyimizga boramiz. Uyni ammalaring tortib oldi. Sotib o'rtadagi pulini bo'lib ham olishdi. Noinsoflar, yetimlarni haqqidan qo'rqishmadi ham. Xola, siz yig'lamang. Xo'p bolam, xo'p. Menga qara Akromjon. Sen faqat koptagingni tashqarida o'ynagin. Tag'in bochangni jahli chiqmasin. Xo'pmi? Xo'p. Bora qol. Besh yil sizni xorijdan kelishingizni kutdim. Kela solib, men bilan salomlashmay, gap bilan qopib tashlashingizni qarang. O'z uyimda begona bola o'ynab yurganiga g'ashim keldi. Begona deganingiz meni jiyanlarim, opamdan qolgan yodgorliklarim. Qanaqa yodgorlik? O'lgan odam o'lib ketdi. U yetimlarni boqqaning bilan baribir yaxshilikni bilmaydi. Bularni ko'chaga quvib solmayman-ku. Ahmoq. Tayyor xizmatkor bo'lsa, ulardan foydalan. O'zing mazza qilib, oyog'ing cho'zib yotsang-chi, ular o'ynab yuribdi. Ishlat ularni. Ko'ngliga qarasang, boshingga chiqib oladi. Menga qarang. Yetimlarni ko'ngliga qarash yaxshi emasmi? Hozir birovga yaxshilik qiladigan zamon emas. Kallangni ishlatgin. Tayyor xizmatkor bo'lsa, foydalanib yotmaysanmi? Hali ular bola-ku. Bolaligidan ularni o'zingga bo'ysuntirmasang, ertaga katta bo'lgandan keyin seni bir tiyin olmaydi. Bo'pti, kiyimlarni almashtiring. Qoch. Bonu,
Ha, opa. Bu yoqqa kel. Ha, opa. Oyoq kiyimim kir bo'pti. Tozalab qo'y. Menmi? Ha, sen? Xo'p. Men opa tozalab bo'ldim. Yaxshi. Bor sumkamni olib chiqib ber. Xo'p. Mana opa. Telefonim qani? Bor olib chiq. Xo'p. Tezroq chiqsang-chi. Hozir kech qolaman. Mana opa. Voy, ro'molcham tushib ketibdi. Olib bervor. Nega o'qiraysan? Olib ber dedim. Mana opa. Uylarni tozalab qo'y, xo'pmi? Xo'p. Bonu. Labbi opa. Ko'ylagim yerda yotibdi. Yaxshilab yuvib qo'ygin. Menmi? Ha, sen? Men ko'ylakni yaxshi yuvib olmayman. Yaxshilab ishqalasang toza bo'ladi. Qurigandan keyin dazmollab ham qo'y. Yaxshilab qil, tekshirib olaman. Agar g'ijimlangan joyi bo'lsa, mendan ko'rasan. Opa, men dazmollashdan qo'rqaman. O'zimni kiyimlarimni ham oyim qilib berardilar. Oying o'lgan-ku, endi o'zing qil. Qo'lim kuyib qolishi mumkin. O'zingiz qila qoling, opa. Yetimvachcha, menga gap qaytaryapsanmi? Yub qo'y dedimmi, yub qo'y. Qil dedimmi, qilasan. Yo'q, qilmayman. Hali shunaqami? Men aytganimni qilasan, tushundingmi? Men sizga nima qildim, opa? Qo'y. Sizga chizig'lar chiqmaysan. Kiyimlarimni har kun yuvasan. Sizga opa. Salima. Tozalaysan. Salima. Tushundingmi? Voy, hozir. Ha, dadasi. Labbay. O'zingchi. Jiyanlaringni yonina olayotganmiding? Ha? Endi ularga yaxshilab qarash kerak. Har oy davlatdan pul olib turibmiz. Ro'zg'orimizga yarayapti. Sen anonga yaxshilab qara. Biz yakka yagona qizimiz kaltaklayapti. Qara. Yo'q, Ko'r. Voy, xudoyim-ey. Sen aralashib deyapman. Voy, sho'rim. Yetimchalar. Yo'qoldi. Qo'yvor deyapman. Qo'yvor. Voy, sho'rim. Ko'rdingmi? Hozir o'zim ularga ko'rsatib qo'yaman. Mana senga. Ay. Oryapti. Ey! Nima qilganing bu? Tuzimni yeb tuzlig'imga tupurdinglarmi? Hali shoshmay turinglar. Ha, Shahnoza? Qarang, bularni qo'limni tishladi. Nima? Voy, Qo'limdan tishlab oldi. O'zi boshladi, xola. Yo'q, xola. bu nima qilganinglar, a? Sizlarni boshinglarni silasam, qilgan yaxshiligimga rahmatinglar shumi, a? Yo'q, men emas. Biz Qarab boshlamadik, turlaring. xola. Hozir mendan ko'rasan. O'zlari sochimdan Qarab tur. tortdilar. Ay, xola. Sen mahallani qizimni ishlaydigani? Mana. Opam nima? Senlarni yetib ketsa bo'lmasmidi, a? Yetimlar.
Ay. Ey yashamagunlar. Ay. Qani, yurchi. Qo'lingga dori surib qo'yaman. Ay, Oryaptimi? Ay, oryapti. Ay. 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 Hozir o'yin bo'lganda bunaqa bo'lmasdi. Yur, suv quyamiz. Yo'q, oriydi opa. Yur, yur, yur. Opa, oryapti. Opa. Achyapti. Ozgina ichida. Ay. Opa, bog'lab qo'y, iltimos. Ay. Nima bilan bog'layman? Ay. Bog'lab qo'ying. Hozir mendan ko'rasan. Bog'lab qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Ay. Mana bu bilan boylab qo'y. Rahmat, arziydi. Ay, opa achyapti. Ay, opa achyapti. Ay, achyapti, opa qo'ying. Yeching. Hey! Yeching. Senlarning dastingdan tinchlik bormi o'zi? O'shirlaring. Salima, Ha, dadasi. qarang ularga. Ay, opa Hozir, achyapti. hozir. Bo'ldi, Hozir. demang. O'chir ovozingni, a? Namuncha baqir-chaqir qilasanlar? Eshitmayapsanmi pochchangni gapini? Xola ukam urishmay, o'zi oyog'i Senga kim og'riyapti. qo'yibdi menga aql Hey! o'rgatishni? O'chir yetimlaringning ovozini. Ay, achyapti. Xo'p dedim-ku. O'chirasanmi yo'qmi? O'chirasanmi? Xola, O'chirasanmi ekanmi, yo'qmi? xola? O'chir, jonimga. qo'yvoring. Voy sho'rim. Senmi menga qo'l ko'taradigan? Qani, oldimga tush ekkalangam. Yur dedim senga. Tush oldimga. Qani, yurlaring. Bularda menga bermasam. Ay. Uka, ne yig'layapsan? Opa, yaxshiyam oyimga qo'shilib o'lib ketmabsiz. Bo'lmasa men nima qilardim? Sizsiz qanday yasardim? Xolam meni uydan itdek quvib solardi. Uka, hali bizni o'zimizdan uyimiz bo'ladi. Ay, qaniydi o'zimizni uyimizda oyimiz ham bo'lsa. Hali albatta baxtli bo'lamiz, uka. Rostdanmi? Ha, Agar katta bo'lmay o'lib ketsakchi. unaqa dema. Oyim doim yaxshi niyat qilinglar derdilar-ku. Opa, katta bo'lsa yetimlarga yordam beramiz. Albatta, uka. Bolalarga umuman yomonlik qilmaymiz. Bo'ldi, yig'lama. Ko'z yoshlaringni art. Men yoningda bo'laman doim. Hali ko'rasan, hammasi yaxshi bo'ladi. Oyim yuzini yorug' qilamiz. Men borman, sen xavotir olma. Sho'rilatmasdan ich. Ishtahamni ham bo'g'ding. Hop. Akromjon bolam. Turinglar Bonu bilan tashqariga chiqib, biroz ishinglarni qilinglar. Xolos, sut sovuq qoladi-yu. Voy, sovuqmi, issiqmi oshqozonga tushsa bo'ldi-da. Tur degandan keyin tur. Bor yo'qol. Tur o'rningni. Ol qizim.
charchab ketdim. Hey, nimaga qaqqay turibsan? Ishingni qil. Xo'p. Bo'ldi. Opa. Voy opa. Ha, uka, nima bo'ldi? Boshim aylanib ketyapti. Kel, o'tir. Nima bo'ldi, uka? Boshim aylanyapti. Qorning ochgandir. Shunga aylanyapgandir. Ha, qornim och. Yur, xolamdan biror narsa so'raymiz, yeb olasan. Mana senga. Kel, o'tir. Hozir olib chiqaman ovqatni. Mamamni ichib tur. Yeb ol. Mama, choy ich. Achchiq ekanmi? Ha. Bu anu shahzodan ishi. Opa, nima u bizni yomon ko'radi? Bilmasam. Qornim rosa ham ochib ketgandi. Mayli, bu ovqat topib qo'yamiz. Meni ovqatimni ye. Sizchi? Meni qornim to'q. Non yeyman. Opa, siz ham qorningiz ochku, aldamang. Keling, ikkovimiz birga yeymiz. Bir qoshiq men yeyman, bir qoshiq siz. Xo'p. Endi sen. Ich. Ol, choy ich. Nima qilyapsan? Opa, nega ukam ovqatga qalampir qo'shib yubordingiz? Ajab bo'pti. Namuncha bizni qiynaysiz? Sizlarni yoqtirmayman. Agar oyim o'lmaganlarda biz bu yerda hech qachon turmasdik. O'zi oyingga qo'shilib, senlar ham o'lib ketishing kerak edi. Nima o'qiraysan? O'qiraytiradigan gap qilmay unda. Hali shunaqami? Oyi, Ha, nima bo'ldi? Nima sindi? qarang, piyolani sindirib qo'ydi. Ey, Bonu. Qo'ling singur. Qarab ish qilsang bo'lmaydimi, a? Seni dastingdan idish qolmadi-ku. Men sindirmadim, xola. Kim sindiradi sendan boshqa idishlarni? Sen qilyapsan-ku ishlarni. Kechiring, xola. Kechirimingni pishirib ye. Bor, ko'zimga ko'rinma. Idishlarni yuvib qo'y. Bor.
yurishingni qara. Bor. Ol, qolganlarni sen yig'ishtir. Nimaga men qilaman? Sen ham shu uyda yashayapsan-ku, qizim. Qizing hech narsa qilmaydi. Ana ular qilsin. Ay. Voy, tavba qildim. Uy. Ey, menga qara. Yuribman-da, keldim. Ha, 5 yil deganda keldim. Endi nima qilasan, tirikchilik. Ha. Mana bu yerda tekinxo'rlarni deb ishlab kelganman-da men. Bular yotadi. 5 yil yetimlarni boqaman deb ishladim men. Mana, kelib ham tinmayapman. Mana bular uxlaydi. Shularni deb ishlab ozib ketdim, o'rtoq, ozib ketdim. Ha. Yaxshi, kechqurun ko'rishamiz. O'sha choyxona, ha? Bo'ldi, yaxshi, xo'p. O yetimchi. Nega yotibsan? Tashqarida shuncha ish turganda uxlashingni qara. Uzr, ozgina ko'zim ilinibdi. Kechqurun uxlaysan. Borib qo'ylarni, tovuqlarni, ana ovqatlarni ber. Tur deyapman. Xo'p. Ko'ppa kunduz uxlaydi-ya. Uxlashini-chi. Bularga hozirdan qattiq turmasam, keyin boshimga chiqib oladi. Hey. Nima qilyapsanlar? Nima qilyapsan? Ha? Shuncha ish turganda o'yin o'ynayapsanmi? Siz aytgan hamma ishni qilib bo'ldik. Nima? Nima ish qilding? Aytgan ishlaringizni hammasini qildik. Hey, shuncha ish turibdi. Yig'ishtir manbalarni. Ol. Anani ham ol. Ber menga. Ishlarni qildilaringmi? Qildingmi ishlarni? Sen mana bu gullarni tagini chop, tushundingmi? Bor tez. Sen hozir. Sen uni narvonni bu yoqqa ol. Tushundingmi? Sekin-sekin olasan. Narvonga bir o'zimni kuchim yetmaydi. Hey, o'g'il bolamisan? Ha? Yetadi, bor. Bor dedim. Xo'p. Oh. Oching! Xola, oching! Xola, iltimos oching! Opa, xolam eshikni ochmayapti. Endi biz ko'chada qoldikmi? Xola! Xola, iltimos!
Oching, iltimos. Haliyam uxlamadingmi? Yo'q. Opa, oyimni sog'indim. Men ham sog'indim. Qaniydi oyim yonimizda bo'lganda. Boshimizni silardilar. Meni oyim doim ko'nglimga qarardilar. Xolam yolg'on gapiribdi. Qaysi gaplari? Xola ona o'rnida ona bo'ladi degandilar. Yolg'on ekan. Bizni aldabdilar, opa. Xolam har kuni bizni urishadi. Onamni o'rniga hech kim bosa olmaydi. Qaniydi oyim bizni yonimizda bo'lganda. Onamni urib ketgan Safyorni yomon ko'rib ketyapman. Uni faqat oyim o'ldirdi. Bizni hayotimizni ham barbod qildi. Mashinani sosmasdan haydaganda biz hozir onamni bag'rida bo'lardik. Oyi, bizni ham olib keting, oyijon. Oyi, siz qiynalyapmiz. Biz hech kimga kerak emasmiz. Oyijon, siz sog'indik. Oyijon. Sizni sog'inib ketdim. Akrom, tarozni suv tagiga qo'yib yubor bolam, muzlab tursin, so'yib yeymiz. Xo'p, xola. Bo'loqqa. Voy! Voy sho'rim. Hay yergina yutkur, boshimga bitgan balo bo'lding-ku. Bitta ishni eplab qila olmaysan-a? Xola, ukam urishma, iltimos. O'chir ovozingni. Sen aralashma, borjana. Ay! Chikin tomoq. Doim bir ishni eplay olmaysan-a? Qachon qarasa zararing tekkan. Sen qachongacha menga ziyon yetkazasan-a? Mana bu kallangni ishlatsang bo'lmaydimi, tekinxo'r? Kechiring, xola. Xola, kechira qoling. Voy, Salimaxon. Voy, bu nima qiliq? voy. Assalomu alaykum opa. Va alaykum assalom. Bolalarni ko'rmaysizmi? Sho'xlik qilishyapti-da. Keling. Hammasini ko'rdim. Mana shu qarovsiz qolgan bolalarga hukumat pul ajratgan. Qanaqasiga bular tekin tomoq bo'ladi? Axir pullarni bolalar emas, o'zingiz olyapsiz. Qaysi vijdon bilan bularga kun bermayapsiz? Voy, opajon, siz meni noto'g'ri tushundingiz. Men eshitganimga emas, ko'rganimga ishonaman. Yaxshi ish qilmadingiz. Qaysi vijdon bilan yetimlarga azob beryapsiz? Uyalmaysizmi? Agar shu qora ko'zlar sizga kerak bo'lmasa, davlatimizga, jamiyatimizga kerak. Hukumatimiz qarovsiz qolgan bolalarni o'z qaramog'iga oladi. Ijtimoiy himoya agentligi ularni himoya qiladi. Bolalarga ruhiy zarba berganingiz uchun hali qonun oldida javob berasiz. Shaxsan o'zim guvohlik beraman. Kel qizim. Voy. Yur o'g'lim. Haybonu. Yur, Akrom, qayerga ketyapsizlar? To'xtang opa. Siz meni noto'g'ri tushundingiz. Opajon, to'xtang, o'zim qarayman. Ko'rdim qaraganingizni. Opajon, meni kechiring. Omonatingizga xiyonat qildim. O'z qo'llarim bilan jiyanlarimni xo'rladim. Erimni gapiga kirib, ularni xo'rladim. Meni ahvolni kechiring. Kechiring, opa.